Aziz do'stlar, bizda mana bunday standart o'lchamdagi dimoxodlarni ham maxsus buyurtmalar asosida ishlab chiqarib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, mokro asfaltdan qilingan, ishlab chiqarilgan. Buni o'lchami 1 metr, uzunligi, eniga esa 60 sm. Birinchi navbatda qilinadigan ishimiz mana bunday chizmalarni chizib, andozalarni tayyorlab olamiz. Mana bu ko'rinishi. Bu esa ikki xil andozasi. Mana shunday o'lchamlari qo'yilgan bo'ladi. Balandligi dimoxodni eng tagidan to ustigacha bo'lgan masofa 60 sm. 1 metr uzunligi, eni 60 sm. Tagdagi zelsi esa 5 sm. Ustidagi turbasining o'lchami 15 sm ga 15 sm chiqadi. Bu o'zini asosiy o'lchami hisoblanadi. Bundan tashqari, mana bu ko'rib turgan yon tomonlaringizda zamok qismi uchun bu andozadan tashqari alohida qo'shib chiqiladi. Mana tepasidagi quloqlariga ham. Endi bitta chizmalarimizni tekshirib ko'ramiz. Uzunligimiz mana toshni 1 metr, aniq 1 metr masofada. Bunaqasi 60 sm. Balandligi 60 sm chiqish kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Baravar 60 sm turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa chizma, dimoxod tayyorlash ishlarini agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, chizmachilik ishlarini u bo'yicha ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Ish jarayonlarimizni kuzatib boring. Mana shunaqa standart o'lchamdagi dimoxodlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga buyurtma berishingiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda sifatli qilib, mana burchaklariga ham alohida e'tibor berasizlar. Shunaqa narsalarni ishlab chiqarib beramiz, aziz do'stlar.